qarang katta kelin. Siz endi bu uyda begona emassiz. Siz tovoq qoshig'idan to qo'y moligacha tushunasiz. Bu endi yangi kelin. Endi kichkina kelin to'g'risi, keyincha kelinda bilmaganlarni o'rgatib o'zingiz bunga tushuntirasiz. Bo'ldi dadajon, o'zim o'rgataman. Malades. Yuring. Faqat urishib bu nima qilib ikki og'inning o'rtasini buzmanglar yana, tushundingizlarmi? Xullas Ovsinjon. Bu uyni qonun qoidasini sizga o'rgataman. Shu uydagilar yig'lasa yig'laysiz, kulsa kulasiz, yesa yeysiz, yemasa yemaysiz, qaymi? Qay. Tirishaver, qarasan, dodingni beraman men sana. Qaynuka, qo'ying do'qqa. Boring kelinni chaqiring. O'zim aytaman ya. Boring dedim men sizga. Ha, Yotishga kelganmi? Labay opajon, Oling qo'paring qani. men umrimga bunaqa ishlarni qilmaganman, men bilmayman. O'rganasiz, suyagingiz qotadi. Hech kim ham onasining qornidan o'rganib tushmagan. Tez bo'ling, qo'paring. Ha, bosing. Ofsin. Ofsin. ha yanga. Kelin qani? O'yda nima deysiz? Simollaga qarasin. Hozir kirdi-ku o'ya o'zi. Men bilmayman, simollaga qarasin, molla ochiq qoldi. Tez bo'lsin. Qarang olsin, mollaya samon berasiz, gitchiya beda berasiz. Qaymi, tagini ham tozalang. Xo'p? Men bunaqa ishlarni umrimga qilmaganman. Qanday men qilaman? Voy! Ha, qarang aka, xotiningiz ayting qani, bizni xotina ko'p ish buyuravermasin qani, bir uyda o'tirayman ham xotinim bilan. Yo qo'rqasizmi? Tushunmadim. O'zim gaplashaman hozir. Ayting. Menga qara xotin. Dadam chaqiraydi, qaragan. Ha, dadajon chaqiribsiz? Ha, yaxshimisiz kelin? Ustingizdan ariza tushgan, jalba qilibsiz. Qanaqa jolba, qanaqa ariza dadajon? Nima kichkina kelin azob berib o'tiribsiz? Azob berganim yo'q, suyagini qotiryapman Ha, dadajon. malades kelin, makkamin. Faqat u ham bir bachasi ko'p azob bermang. Yo'q, вообще azob berganim. Ha, shu o'zimiz usul. Shuni aytadi. Ey, yomon ishiga puxta tushib kelin.